Ona farzandin bag'riga bosib suratga tushmoqda esdalik uchun. Bilmam bu suratni ko'rib shodlanar va ertasiga xastalik uchun. Farzand ulg'ayadi bo'yga bo'y qo'shib, hayotning bir kami ko'stlari bilan. Keyin bir-birining yelkasini quchib suratga tushadi do'stlari bilan. Keyin ul yigitni hayot o'chog'i bag'riga oladi, rasmga tushadi ostida yozuv Toshkentdan esdalik kursdoshlar bilan. So'ng oila quradi niyatlar aylab, farzand ham ko'radi bo'lur zo'r bazm. Suratkash chaqirar uyga ataylab, jigarbandi bilan tushmoqda rasm. Kun kelib onasin yo'qotar yigit, o'zgartira olmas hayot izmini. Keyin ming izlasin topa olmas u onasin quchoqlab tushgan rasmini. Ona mo'tabardir, uni zor etmang. U zotga mehringiz 100 chandon qo'shing. Suratkash chaqiring, kech qolib ketmang, onangizni quchib suratga tushing. Men uzr so'rasam, sizdan so'rayman. Qora sochingizni qor qildim ona.